O'g'il tug'ganimdan beri bir savol meni o'ylantiradi. Bir kun kelib, men ham qaynona bo'laman. O'sha kuni kelinim meni qanday eslaydi? Meni ko'rib xursand bo'ladimi? Yoki mendan cho'chiydimi? Bu savolning javobini uzoq izladim va bir kuni angladim. Javob aslida yonimda ekan. Bu mening qaynonam. Uyiga bir begona qiz bo'lib keldim. U esa meni bag'riga oldi. Bilmaganimni mehr bilan o'rgatdi, koyimadi, tanbeh bermadi. Ayblarimni yuzimga solmadi. Oyijon, men sizga qanday kelin bo'loldim? Xizmatingiz to'liq ado eta olmadim. Goho ranjidim to'g'ri so'zingizdan. Goho esa qadringizga yeta olmadim. Qaynonalik qilmadingiz ayrimlar kabi. Mendan ko'p narsani qilmadingiz talab. Bir shirin so'zimga jonini bergan. Aytsam kam, rahmatlarim ming martalab. Men sizdan o'rgandim ko'p narsalar. Hayot darslarida ustoz bo'ldingiz. To'g'rilab xato va kamchiliklarim meni hamisha e'zoz qildingiz. Talashib qolsak gar o'g'lingiz bilan bo'ldingiz hamisha. Siz mening tomon. Sizdayin qaynona bormikin yana? Ayb menda bo'lsa-da, demadingiz yomon. Bir piyola choy bersam, ming mehr bergan. O'zidan-da ko'proq bizni o'ylagan. Men ham duo qildim, sizdek qaynona ko'paysin ilohim butun dunyoda. Oyijon, umringiz bo'lsin ko'p uzoq. Qadringiz dildamas, dilda bilgayman. Qizim deya qabul qildingiz oilangizga. Men ham sizni qaynona emas, ona deganman. Oyijon, men yana dunyoga kelsam, sizga kelin bo'lishni so'ragan bo'lardim. Sizchi meni yana kelin qilgan bo'larmidingiz?